Amerikaga siz magistraturaga ketmoqchi bo'lsangiz, universitetlar juda ham jimot. Siz grant yutishingiz juda ham qiyin bo'lib ketadi. Lekin sizda bitta yo'li bor. Agar siz bu ish qiladigan bo'lsangiz, tekinga magistraturani o'qib ketsangiz bo'ladi. Bu universitetda o'zingiz sohangiz bo'yicha TA bo'lib, ya'ni teacher assistant bo'lib ishlash. Siz teacher assistant bo'lib ishlaydigan bo'lsangiz, misol uchun 1-yil teacher assistant bo'lib ishladingiz deylik, shu yilga sizni tuition fee'ingizni universitet waive qilib beradi. Agar siz ishlayotgan paytingizda professor bilan отношенияni yaxshi ushlaydigan bo'lsangiz, hamda 2-yilda ham teacher assistant bo'lib ishlaydigan bo'lsangiz, 2-yilda ham tuitioningiz waive bo'ladi hamda butun bir magistraturani siz tekinga o'qib chiqasiz. Ishni qanaqa topish yoki ishga kirish bo'yicha universitetda o'zini career bo'limida veb-saytida topsangiz bo'ladi. O'sha yerga chiroyli CV hamda chiroyli cover letter bilan ishga topshirasiz hamda xudo xolasa bizning ma'lumotlarimiz asosida siz tekinga magistraturani o'qib kelsangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz xolos.